Sinfdoshlar, o'rtoqlar bilan bitta choyxonada osh yeb zerikdilarmi? Sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Bu joyda menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Bu joyda chiroyli atmosferada aytgan ovqatlarni qilib berishadi. Xohlasalar ham, pravdalar olib kelsalar ham bu joyda bedana tuxum choyi, joyi hamma yo'g'ini 130 ming so'mga tayyorlab berishadi. Kelib yeb ketaverasiz. Mana 89 lar bugun oshga kelib to'plandik. Hamma gruppada bo'lgan singari bitta, ikkita gruppadalik qizg'anchiq, bir pulini yaxshi ko'radigan odam bo'ladi. Bugun aynan pulini yaxshi ko'radigan odamni oshini yedik. Agar har bitta gruppada shunaqa o'rtoqlar ham bo'lsa, kelib shu yerda Tolqulg'otada choyxonasida osh yesalar, Usmonjonda shu o'rtoqlaringdan bir oshga yeriydigan bo'lib qoladi. Birinchi o'rtog'imiz fikriga qo'shilamiz. Mana shu yerda xudo xolasa noldan osh yeb kelganmiz. Xudoga shu hech qanday bir jumali esa, ashi joyda ekansa, xursandchilik bilan kelamiz. Xudo xolasa bu bola ham ustozoda bolalardan po'g'rimiz. Xudo xolasa ishlariga omad. Ukalarimizni ham mana chiroyli qilib batlarga Hoji akamni ham tan jonon sog' olsin. Hamisha ishlariga fayz baraka bersin Alloh. Manzilimiz Yozyovon tumani, Soybo'yi to'l ko'chasidan Guliston tomonga qarab yurganda 2 kilometrdan keyin o'ng qo'lda mana Tolquduq choyxonasi bemalol kelishlaring mumkin.